Diqqat aholiga xushxabar. Prezident farmoni 9-may munosabati bilan fuqarolarga 30 million so'mdan bir martalik pul mukofotlari beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sahnada sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Urush qatnashchilariga 30 million so'mdan bir martalik mukofot pullari beriladi. Ikkinchi jahon qatnashchilari 30 million so'm miqdorida mukofotlanadi. Mudofaa vazirligi ofitserlari oylik ustama miqdori 2 barobarga oshiriladi. O'zbekiston prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyevga harbiy xizmatchilarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash rezervi va zaxiradagi ofitserlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, shuningdek 9-may xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish yuzasidan axborot berildi. Joriy yilda bayram munosabati bilan Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlarining har biriga 30 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofotlarini to'lash taklif qilindi. Shuningdek, bu kunda urush qatnashchilari, front orti mehnat faxriylari, keksalar va ustozlarga hurmat-ehtirom ko'rsatish, yolg'iz va kam ta'minlangan faxriylarning turar joylarini obodonlashtirish, turli xotira va qadrlash tadbirlarini tashkil etish rejalashtirilgan. Mustaqillik yillarida xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan vatan fidoyilarini xotirasini ham ulug'lanadi. Ularning oila a'zolariga moddiy va ma'naviy yordamlar ko'rsatiladi, deyiladi ma'lumotda.